Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan proksimal bo'lmachilar fibrillyatsiyasida qanday taktika qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Demak, ushbu mavzudagi barcha ma'lumotlar ushbu seriyadagi barcha ma'ruzalar kabi 2024-yilgi Yevropa kardiologlar jamiyatining bo'lmachilar fibrillyatsiyasini menejmenti bo'yicha qo'llanmasidan olingan. Demak, ushbu qo'llanmada proksimal bo'lmachilar fibrillyatsiyasi bor bemorlarni boshqarish uchun mana shu chizma keltirilgan. Bu chizmani agar ingliz tilini tushunsangiz yoki shundoq ham tushunayotgan bo'lsangiz, shu chizmaning o'zidan ham bunga ma'ruzani to'liqcha olishingiz mumkin. Demak, hozirda bo'lmachilar fibrillyatsiyasi IF Care tizimi asosida boshqariladi. Bunda hamroh kasalliklar va xavf omillarini nazorat qilish va insultning oldini olish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Xo'sh, oldingizga bo'lmachilar fibrillyatsiyasi proksimal formasi bilan bemor keldi. Bunday bemorda birinchi bo'lib tezlik nazorati, ya'ni chest control sinab ko'riladi. Ya'ni siz bemor to'liq tekshiruvlardan o'tkazib, keyingi taktikani to'liq belgilaguningizgacha vaqtinchalik shu chest control qilib turishingiz lozim bo'ladi. Bunda chest control ikki xil turi bor: yumshoq nazorat va qat'iyroq nazorat. Yumshoq nazoratdan boshlaysiz. Bunda tinch holatdagi qonchilar qisqarishlar soni 110 tagacha bo'lishi mumkin. Ya'ni 109, 105 ta bo'lsa ham juda yomon emas. Bu ham shu tinch holatdagi yumshoq nazorat hisoblanadi. Agarda bunda ham bemorda simptomlar davom etaversa, qat'iyroq nazorat qilish mumkin. Ya'ni qonchilar qisqarishlar sonini pasaytirish mumkin. Lekin statistika bo'yicha ikkovida oqibatlar bo'yicha juda katta farq kuzatilmagan. Endi tezlik nazoratini, ya'ni chest kontrol qilish uchun biz bilishimiz kerak, bemorning otish fraksiyasi necha? 40% dan balandmi yoki kichikmi? Demak, agarda bemordagi otish fraksiyasi 40% ga teng yoki undan kichik bo'ladigan bo'lsa, bizda tanlov preparati bu beta blokator yoki digoksin. Bu birinchi sinf tavsiya hisoblanadi. Agarda bularni alohida qo'llash foyda bermasa, ularni o'zaro kombinatsiyada ham qo'llash mumkin. Bu ikkinchi A sinf tavsiya hisoblanadi. Endi agarda bemorda otish fraksiyasi 40% dan baland bo'ladigan bo'lsa, tanlov preparatlarimiz beta blokatorlar, digoksin, diltiazem yoki verapamil bo'lishi mumkin. Bu birinchi sinf tavsiya. Agar ularni alohida qo'llash foyda bermasa, bularni o'zaro kombinatsiyasidan ham foydalanishimiz mumkin. Bu ikkinchi A sinf tavsiya hisoblanadi. Demak, biz bemorda to'liq tekshiruvlardan o'tkazdik va bemorda ritm nazorati qilishga qaror qildik. Ritm nazorati bo'yicha qaror qilishda shifokor, bemor va bemorning yaqin qarindoshlari hammasi birgalikda o'tirib, ritm nazorati va chest nazoratini qaysi birining foydasi ko'proq, qaysi birining zarari ko'proq o'zaro to'liq maslahatlashgan holda tanlashlari tavsiya qilinadi. Bu birinchi sinf tavsiya hisoblanadi. Demak, ritm nazorat qilishga qaror qilindi. Endi bizda ikki xil yo'l bor. Birinchisi, antiaritmik dorilik davo qilishimiz mumkin ushbu bemorda yoki kateterli ablatsiya qilishimiz mumkin. Ya'ni 2024-yilgi tavsiyalardan boshlab biz proksimal bo'lmachilar fibrillyatsiyasi bilan kelgan bemorga to'g'ridan-to'g'ri kateterli ablatsiya tavsiya qilishimiz mumkin. Unga antiaritmik dori boshlamasdan turib ham ilgari qarashlar bo'yicha bo'lsa, avval antiaritmik dori berilardi, undan yordam bermasa keyin ablatsiyaga olinardi. Lekin hozirgi qarashlar bo'yicha ablatsiya qancha erta qilinsa, shuncha yaxshi degan qarorga kelinmoqda. Endi antiaritmik dorilik davo qanday tartibda beriladi? Bunda bemorning qo'shimcha kasalliklari, klinik holatlari inobatga olinadi. Birinchi ssenariy bo'yicha yurak yetishmovchilik kamaygan otish fraksiyasi bilan, ya'ni otish fraksiyasi 40% dan kam yoki 40% ga teng bo'lgan bemorlarda amiodaron asosiy tanlov preparati hisoblanadi. Bu birinchi sinf tavsiyasi. Endi stabil yurak yetishmovchiligi biroz kamaygan otish fraksiyasi bilan bor bemorlar, ya'ni otish fraksiyasi 41-49% orasida va holati stabil bo'lgan bemorlar yoki yurak koronar kasalligi bor bemorlar, ya'ni IBS bor bemorlar yoki yurak klapan kasalligi bor bemorlar. Ushbu bemorlarda amiodaron yoki dronedaron qo'llashimiz mumkin. Bu birinchi sinf tavsiya hisoblanadi. Agarda bular yordam bermasa yoki topilmasa,
sotolol qo'llashimiz mumkin. Bu ikkinchi B sinf tavsiya hisoblanadi. Ikkinchi B sinf degani ko'pchilik olimlarning hammasi ham buni qo'llamaydi, lekin qo'llash mumkin degan qarash mavjud. Endi uchinchi ssenariy bo'yicha yurak kasalligi yo'q yoki minimal. Juda kichik yurak kasalligi bor yoki yuragida boshqa muammosi yo'q, bo'lmishlar fibrillyatsiyasidan boshqa. Bunda bemorlarda dronedarone, flecainid yoki propafenol. Bu birinchi sinf tavsiya hisoblanadi, ya'ni birinchisi guruh antiarritmik dorilarni qo'llashimiz mumkin ushbu bemorlarda. Agarda bular yordam bermasa yoki topilmasa, sotolol ikkinchi B sinf tavsiyasida qo'llashimiz mumkin. Endi biz antiarritmik dorili davo qildik yoki kateterli ablatsiya qildik va ikkovidan keyin ham bo'lmishlar fibrillyatsiya simptomlari qaytalansa, epizodlar qaytalansa nima qilinadi? Qaytadan birgalikda qaror qabul qilinadi. Ya'ni endi yana ritm kontrolini tanlashda davom etamizmi yoki cheksiz kontrolga o'tamizmi? Shu masalada bemorning qarindoshlari bilan birgalikda shifokor to'liq qaror qabul qilishi lozim. Endi bizda agarda antiarritmik dorili davo foyda bermagan bo'lishi mumkin yoki kateterli ablatsiya yordam bermagan bo'lishi mumkin. Ya'ni biz boshda o'zi ikki xil yo'l tanladik. Agarda antiarritmik dorili davo foyda bermagan bo'lsa, endi kateterli ablatsiyani sinab ko'rishimiz mumkin. Bu birinchi sinf tavsiya hisoblanadi. Endi dori yordam bermasa, kateterli ablatsiya qilgin deyapti. Agarda kateterli ablatsiya yordam bermagan bo'lsa-chi, unda kateterli ablatsiya foyda bermagan bo'lsa, unda qayta kateterli ablatsiya qilish mumkin. Bu ikkinchi A sinf tavsiya hisoblanadi. Yoki jarrohlik gibrid ablatsiya, ya'ni yurak ochib, yurakni tashqi tomondan ablatsiya qilish, ko'tirish tavsiya qilinadi. Bu ikkinchi B sinf tavsiya hisoblanadi. Yoki buyuk usul yordam bermasa yoki buyuk usulga imkon bo'lmasa, unda antiarritmik dorili davoni boshlashimiz mumkin. Ya'ni avvalgi antiarritmik dorini boshlab, u yordam bersa keyin kateterli ablatsiyaga o'tish yoki aksincha kateterli ablatsiyadan boshlash, u yordam bermasa keyin antiarritmik dorili davoga o'tish taktikasi mavjud. Ikkala taktikani ham bemalol qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Endi boyaga chizmamiz shu bilan tamom bo'ldi. Va u chizmada ishemik insultning oldini olish yoki tromboemboliyaning oldini olish haqida gapirilmagan, chunki u faqatgina simptomlarni to'xtatish va ritm yoki cheksiz kontrolga bag'ishlangan tromboemboliyalar va ishemik insultga bag'ishlangan alohida bo'lim bor tavsiyalarda, qo'llanmalarda va u yerda to'liq berilgan. Lekin biz to'liq qo'llanmani bermayotganimiz, faqat mavzu bo'yicha berayotganligimiz sababli har bitta shu alohida klassifikatsiya bo'yicha davolarning oxirida ishemik insult va tromboemboliyaning oldini olish bo'yicha umumiy umumlanmalar berib ketishga qaror qildik. Bularni har biri bo'yicha maydalangan chuqurroq ma'lumotlar bilan yana alohida ma'ruzalarimiz bo'ladi. Ungacha shu yerdagi ma'lumotlar bilan cheklanib turamiz. Demak, ishemik insult va tromboemboliyaning oldini olish uchun birinchi CHADSVA hisoblanishi kerak, ya'ni tromboembolik xavf qanday bemorda? Agarda bu ikki bo'lsa, bu bemorga oral antikoagulant davo tavsiya etiladi. Ya'ni berilishi shart. Bu birinchi sinf tavsiya hisoblanadi. Ikkinchisi, CHADSVA 1 bo'lsa, oral antikoagulant davo boshlash kerak. Bu ikkinchi A sinf. Ya'ni 100% boshlash shart emas, lekin boshlagan yaxshi degan tavsiya berilmoqda. Endi antiagregant davoni insultning oldini olish maqsadida qo'llash tavsiya etilmaydi. Ya'ni aspirinning o'zi yoki aspirin plus clopidogrel yoki boshqa turdagi ikkitalik antiagregant davolarning birontasi ishemik insultning oldini olmaganligi isbotlangan. Shu sababli bo'lmachilar fibrillyatsiyasida ishemik insultning oldini olish maqsadida antiagregantdan foydalanish tavsiya etilmaydi. Bunday bemorlarda faqatgina antikoagulant berilishi lozim. Shuning bilan sizlarga ushbu mavzuda bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz tugadi. Ilm olishdan to'xtamang. Bizni kuzatib boring.